Yo'q, hammaga salom bolalar. Ekraninglarda Amiga. Bugungi videomizda yuz ko'li выживаниемizning 14-qismini olamiz va bugungi 14-qismda mana shu qardimiy buyam ko'rtirishlar bu yerda endi tolga video mana shu buyamda olinadi. Endi masa bo'ladi. Bu buyamda tirik qolish problema, lekin zey bo'laveradi. Ketdik. Qarchi, hozir bitta kirib uxlaymiz har doim kech bo'lyapti. Nima ish Amiga kelganda faqat kech bo'lib qoladi. Xo'p, turdik qarchi bolalar. Uydan chiqib bitta narsalarni aytib beraman sizlarga. Qarchi, men kanalimda aktiv tushib ketganda kim biladi, kim bilmaydi bilmadim, lekin qarchi kanalda aktiv normalligini tushgandi. Keyin men o'zimcha nima bilan kallani yoqdim-da, nima bilan aurani yoqib Mr. Beast videosini qo'ydim. Prosta. Keyin aktiv ozgina bo'lsa ham ko'tarildi. Hozir menga nima bo'ladi? Uni videosi bir tinlik qiziq qolmadi. Где-то nima tushuntirsam bo'ladi sizlarga qaranglar. Prosmotr ko'tarib olish uchun uni qo'ygan video, u uchun qo'ygan video. Prosmotr ko'tarib olish uchun tashqaridan kelayotgan ovozga e'tibor bermaysizlar. Вот qayerdadir ilgo aytgandi menga shu nima oti? Sanoqdachida chujg'i go'shi bor deganda ot tashlamoqchi edim shuni. Prosta bilmasdan olib qo'yganman, bola uzr. Mol go'shi olaman deb cho'chqanga olingan. Tasavvur qilasizlar. Yo, nerealni kerak emas lekin bu narsa. Mana bular otib yuboramiz, o'zi Minecraft o'zi qachondir yutib ketadi. Bu o'zi bu go'shtga 5 minut indamasak o'zidan o'zi ketib qoladi. Yo'q qoladi. Xo'p, o'tgan safargi videomizda men bu yerda qolgandik bolalar. Men bu yerda alam kon qazitdik biz. Beparastga o'xshab. Xo'p, hammadan bitta eshik qilamiz, kichkinagina. Vot, shundan oyog'iga bunker bo'ladi. Qarilar sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, bolalar, men bu tepa bor-ku, mana shu qavat. Mana shu qavatga men bo'lgan zina qo'yiladi. Kichkina zinachalar. Tezroq chiqmoqchi bo'lsam, qarshi masjiddan buyoqqa zina qo'yiladi, men bu yoq bunker bo'ladi. Kichkina bunkercha. Qarchi, hozir iloji boricha ko'proq topishim kerak. Ishonmaysizlar, kerak payt ko'mir yo'qda, kerak payt ko'mir chiqadi, tolga ko'mir chiqadi, ishoninglar. Boshqa resurs kerak emas bo'lib qoladi menga. Lekin qidirgan paytda ko'mir chiqmaydi. Sizlarda ham bo'lganmi? Kommentariyada yozinglar shu narsani. Menda ko'p bo'lib qoladi-da shu narsani. Bir narsa kerak bo'ladi, qidirsanglar topilmaydi. Qidirmasanglar to'g'radi oldinglarda. Keyin yana bitta savol bolalar, nimaga sizlar imini sizlarga kerakli narsa, qidirmoqchi bo'lgan narsalar esinglardan chiqib ketadi. Keyin esinglarga tushgandan keyin boshqa gap aytmoqchiman. Qarchi, hozir borib turib yana daraxt olib kelishimiz kerak. Keyin xolangni yaxshi ko'rib ketgan hozir nima oti? Bolta qilib ketsam bo'ladi-ku shunda bo'ldi. Bolta qilib ketsam bo'ladi-ku. Qaranglar, shuncha joyga qaytib kelyapman. Bola chota bu versiyadan telefon nimagadir men qotgandek ko'rinyapti, tushunasizmi? Telefon qotgandek ko'rinyapti menga o'zimga. Qarchi, video davom etadi. Qarchi video davom etadi. Boya telefonim uzilib qoldi videodan. Shunga qanaqa bir narsalar qilib qo'yib yuboraman. Sekund ketib borib bermaysizlarmi? X sekundiga. Xo'sh, hozir men kirka yasadim, 50 bolta yasadim. Axay, ayksi. Yetdik qarchi. Men bu yerdan chiqib turib, xo'sh. Telefon chota o'zidan o'zi o'chib qolyapti bolalar. Telefon o'zidan o'chib qolyapti. Bilmayman nimaga. Qarchi, bunga yaqinda suv tegdi. Suv ko'rdi bu telefon. Qarchi, shu uchun o'chib qolayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Chota men bu yoqlarni qorni olib tashlaymizmi bolalar? Nima deysizlar? Kommentariyga yozinglar shu narsani. Qorni olib tashlashim ham kerak edi bir tarafdan. Yurish sekin bo'ladi-da qorda. Qaranglar, men bola suv yotibdi. Xo'p, bu yerda hech narsa yo'q. Nima
mana bu muzlarni oldida suv bo'ladi har doim. Shuni asab qiladi mana. Prosta turadi-da suv tushunyapsizlarmi? Ham tezroq endi urug' bo'lib tushsa, men olib ketsam bularni uyga oldiga ekib qo'ysam, keyin esa biznes, что за biznes, suka deb boshlaymiz hamma joyda yoki deb biznes deyman. Короче, bo'ldi. Men qo'yishim mumkin. Uchun videoni bir soatlab o'tirishim kerakmi? Nimasi bo'ladi? Videoni yoqdan bu yoqqa o'tkazib. Yangi bitta Yokut degan приложение topib oldim. Mana nimasi ilova topib oldim. Короче, ko'rsanglar hozir o'sha Yokutga qo'yapman. Bolalar oxirgi Mobile Legends'da chiqargan videom kim ko'rdi? O'sha video bor-ku, nimasi bo'ladi? Telefonning grafikasi bir musurov yotibdi-da, o'zi Granny grafikasiga o'xshab musurov yotibdi. Ishonmaysizlar bolalar, shunday filtr qo'yganim bilaman. Kompyuter bo'ldi, bor-ku grafik kompyuter bo'ldi. U telefonda o'ynalganligini. Kompyuter o'ynayman bo'lmaydi. Bu tikkalang telefonda o'ynalgan. Prosta faqat anodan ko'rinadi-yu, nima deyapti? Knopkalardan ko'rsanglar bo'ladi. Knopkalar yopilmagan. Knopkalarni yopganim yo'q. Ko'pincha kim nima qilishini bilib olsin deb yopmadim. Keyingi safargi videomizda agar sizlar xohlasangiz romerlardan chiqadi yoki-da lesniklardan chiqishi mumkin. Lesniklar ehtiyot turinglar. Sizlardan video chiqarib qolaman. Xo'p, lesniklarni masalan hozir ham bitta narsani tushuntirib ketishim mumkin, lekin Minecraftda yemaydi. Yaqin kunlarda bizlarga ham bir kunlarda quyosh chiqib qoladigan bo'lsa, kompyuterni olib, kompyuterdan video chiqaramiz. Qachondir hali. Bu vatsa bo'ladi. Maqsad bor hali maqsad bor. Erishishga maqsad bor. Masala bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Mehnat qilishga maqsad bor. Zato biz maqsad yurmayapmiz. Maqsad bilan где-то Minecraft o'ynaymiz, auditoriyani ko'tarib olib, auditoriyani ozgina bo'lsa ham odam ko'radigan darajada qilib, keyin kompyuterdan video qo'yamiz. Bo'ldi. Shu hamma ham birinchi bo'lib Minecraftni masalan normal zo'r o'ynab boshlamagan-ku. Qaysidir tushirishni qilganman tabriklar. Ayniqsa bolalar, men bu safargi videolarimda qilaman. Xo'p, qaranglar, masalan, Lubabda YouTuberda shuni ishlaymiz. Eski videosini olamiz, bitta eski videosini. YouTube'ga o'zim kirib turib, o'zim har bitta gapiga sharhlab chiqaman, hali beri. Masalan, kamchilik odam qilgan bu ishda. Masalan, o'sha gaplarni sharhlab chiqamiz, nimasi bo'ladi? Bitta qilgan xatolariga kamchilik topamiz, kommentariyasiga yozamiz. Короче, qo'noq qilib videoni ishtirok o'tkazib yuboramiz, bo'ldi. Keyin yangi video eski videolarga ko'rib chiqaman. Nimaga men shuncha joyga borib daraxt olib keldim? Daraxtlarni nima qilaman men? Hozir keldi shu narsa miyamga. Shuncha joyga borib daraxt olib keldim, lekin o'roq olib kelmadim. Qanday tushunish mumkin buni bolalar? Bitta o'roq olib kelgan ekanman. Hozir yana qaytib borib olib kelishim mumkin. Hozir 2,5 staga qo'ytadi. Aytganda 2,5 staga bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Bu daraxtlar nimagadir kerak bo'ladi yaqin kunlarda. Vot. Yaxshi ko'rib ketgur. Vot, unda nom bor. Bo'ldi, adashmasam tugadi. Endi yemasa kerak. Xo'sh, mana bu daraxtlar o'sgan. Mana yoqqa daraxt qo'ygandim. Iplos o'smabdi. Vot. Ondan bo'ldi. Bular sovuqda qanday o'sadi bular? Bolalar rostdan bir narsa qilaylik-da, yoki suv olib kelishim kerak. Suvni qaror mana shuni to'kib yuborishim kerak-da, tushunyapsizmi? Xo'p, hozircha urug'larni olamiz. Urug' berginglar, uni urug' tushsin. Urug' ham bergisi kelmaydi. Minecraft qaranglar, voy, qattiqligini. Shuni bitta urug' bersam bo'ldi, ko'paytirib olaman. Kerak emas ko'p narsa. Qara. Oppale, ana. Nechtadir urug'im bor uyda. Shularni qo'shib bir narsalar qilamiz. Opangni ko'rgir. Kim qo'ydi bu yoqqa bu blokni? Davot mana. Xo'sh, endi nima qilamiz? Men urug'im bor edi uyda. Qattiq bo'ldi urug'. 14 ta yetadi bizga. Nima deyapti?
Oti nima edi? Nima deyiladi bu? Taxta. Taxta degan so'zni yarim soat eslagan odam ko'rgansiz? O'sha nimaga? Xo'sh. Menga hozir mana kerak, machete bo'lish kerak bu adashmasam. Xo'y. Machete bo'lish kerak. Men bu bug bo'lib qoladi o'ylabman. Короче, o'zi kech bo'lyaptimi? Bilyat. Yo, barasatda. Men ulgurmayapmanmi yo Minecraft tez ketyaptimi bola? Mana bittan nima qilamiz endi millati? O'sha ekildigan joy. Shundan kreativga o'tib turib, bitta narsalarni olib kelaman, bo'ldi, keyin videoni yoqaman. 7,1 minutlik bo'ldi. 1 sekund, 4 sekund, 6 sekund уже. 8 sekund. Bitta uxlab turamiz, keyin kreativga o'tib, nima bo'ladi? Suv olaman. Idish olaman, satil. Короче bo'ldi, mana. To'xtanglar, hozir 1 minut kreativga o'tamiz. Kreativ kirgandan keyin kim nimalar olgim kelib qoladi. Ko'zinglarni oldida mana kreativga o'taman. Prosta kreativ mana. O'z yoniqtirgan, chunki bu biyomni topganimcha kreativda yurdim только. Почти. Xo'sh, satil. Juda suv bo'lmasa ham mayli edi. 16 ta satil berdi sirazi. Temir ham olamiz ham bola. Temir ham nimagadir kerak bo'lib qolar balkim, nima deysizlar? Temir topaman o'zim. Bir narsalar qilib topaman. Video hali 100-qismgacha bilasizlar. Men bu uyni takomillashtirib bir narsalar qilib tashlaymiz hali. Keyingi videoda bu uyni buzib boshdan quraman. Boshqa uy quraman. Bu uy ashi nima bo'ladi? Qordanda mana salmni teginsa o'zi buzilib ketadi. Все, endi tushunganlar uchun rahmat. Hozir bizda satil bor. Qani satil? Paqir, chelak mana. Mana topdim. Ikkita paqirga suv olib kelaman. O'sha bilan bo'ldi. Ovozini eshityapsizlarmi bola? Qorda yurganning bu yerda qotib qolyapti telefoni. O'zi biyom bo'lsa biyom edi, lekin qoram bor-da, aksiga olib uni qara. Qana jonim ketishi mumkin edi, urushda blokdan sakradim-ku. Bo'ldi. Ikkita paqir yetadi, 2 paqir suv yetadi bizga уже. Xo'p, nima qilamiz endi bundan buyog'iga? Bo'ldi uyga. Spalasiba bo'lamiz uyga qarab. Davay bola, agar men shu videom shu video bir 20 ta 30 ta like yig'sin, ana shu biyomdagi hamma qorda yurib chiqaman. Erinmasdan. Ana shu biyomdagi, mana shu biyom tugagunicha, keyin oddiy biyom boshlangunicha, qanaqa biyom boshlansa ham qorda hammasini yurib chiqaman bola. Eritib, короче, bir narsalar qilib chiqaman. Вообще qorlar qolmaydi, bitta ham qor qolmaydi. Bir giraman. Men bu shaxtani olib qo'ylar yoqdaydi-ana, kim qo'yib qo'ydi bu shaxtani? Vasha kerak emas-da. Bu narsa o'zimcha shaxta qurib olganman. Bunker bir narsalar yasamoqchiman, vasha olib qo'ylar yoqdaydi-ana. Kim qildi bu ishni? Xo'sh, hozir men 2 tadan 3 ta, 4 ta, 5 ta qilib tashlayman. Tugamaydigan suv qilamiz hozir. Keyin o'g'layga borib o'tirmayman-da. Bilgan biladi buni. Xo'p, men bu вот тут ishda mana. Bo'ldi, men bittan suvni olaversanglar bo'ladi endi. Endi men suv tugamaydi, javob. Xo'sh, keyin endi machetani olamiz qo'lga. Machetani olamiz. 3 tamida. 1, 2, 3 bo'ldi. Da, все. Endi suyakni olib chiqishimiz kerak, chunki hozir nimasi bo'ladi? Qishda muzlab qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun suyak bilan sirazi o'stiraveramiz, keyin bo'ldi. Buyog'ini Minecraft o'zi tortib ketadi. Nechadir undan keyin. Videodan keyin. O'zi qarilar xafa ko'tarilmagan pashti. Bu safargi videomizda xafa ko'tarish bo'ladi.
Вот. Ana, bo'ldi. Shimagina bittasi o'sdi. Normal bo'ldi. Endi bu hozir o'sishi bilan sразу olmayman-u, lekin 1-2 kundan keyin olishim kerak. Chunki agar hozir sразу o'sishi bilan olsanglar, bitta, ikkita sizlarga nima plyus emasda. Только masalan, olinglar, yana qaytib qo'yganinglar qoladi. Urug' ko'p beradi keyin. Xo'p, urug' ko'p beradi, yana nima beradi? Bug'doy beradi. Bug'doy bitta beradigan bo'lsa, hozir bitta buzganimdan, qo'yganimdan, masalan, o'sib chiqdi-ku hozir. O'sib chiqdi, masalan, Minecraft tushunmaydiganlar uchun aytyapman. Короче. Xo'sh. Men bilan taxlamasam bo'lmaydi videolarim. Ko'pchilik joyda xato qilib qo'yapman, shuning uchun o'zimni ustimdan kulaman, sizlarga normalroq chiqadi. Короче, nima desa bo'ladi sizlarga? Mana bu o'sibdi, bu ham o'sibdi, bu ham o'sibdi, bo'ldi, все. Xo'sh, nima dedim? Men bu haqida gapirdim, ha. Men sразу qo'ydim, hozir sразу olsam, bitta urug', bitta bug'doy chiqadi. Plyus joy yo'q demanga. Shuning uchun olmaymiz. Ketdik, bo'ldi, endi shaxtani kuchaytiramiz. Endi mana bu yoqqa. Shaxtani pastga tushib ketaveramiz, bo'ldi. Xo'sh, bu safargi videomizda kommentariyaga yozinglar. Uyda quramiz, короче. Bu safargi videomiz uyda takomillashtiramiz. Takomillashtiramiz, короче. Ana shunaqasiga. Xo'sh. Что-то ham granitlar yoqmayapti, umuman. Unqar уже вообще. Nima bo'ladi? Normalniy qilib qo'ydik-a. Kalamda tegmaydi, yaxshi shunisi ham. Men bu qorda olib tashlash problema bo'lyapti, ishoninglar. Qorda olib tashlash вообще problema bo'lyapti. Hozir nima desa bo'ladi men? Mana bu yerdan shunday yo'lak qilamiz, bo'ldi. Uydan shaxtaga, shaxtadan yana bitta mana bu yerda uy qurishim mumkin. Shaxtadan uyga, uydan shaxtaga yana shunaqasiga bo'ladi. Uzoqroq turamiz. Bo'ldi. Bagbalan bo'lsa ham bittada. Qora bo'lib qoldi, chota kim ko'rdi? Endi yashil bo'ldi. O'smay qoldi. O'smay qoldi, bolalar. Granit bor. Menda granit nima qilamiz? Bolalar, keyin ana jetillarning uyiga boramizmi o'zi, nima deysizlar? O'sha video 14 minutlik bo'lyapti. 14 dan qanchadir minutlik bo'lyapti. Xo'p, bo'lmasam bolalar, ana nima deyapti? Bu safargi video ko'rasizlar, xolayni emagar o'zim buzlab qoldi. Sindirib chiqaman endi men buni. Endi buni sindirib turish kerak edi, bo'lmasa men bu ekinlar o'smaydi. Men ekinlarni sug'oramanmi yo bu muzdan sindiramanmi bolalar? Kim qanaqa fikrda? Aytinglar menga. Ham bog'larni ham buzib tashlaymiz. Bu yoqda ham ekin bo'ladi hali. Ko'paytirib tashlaymiz hali beri. Bu hali 14-qismda biz уже bu 14-qism chiqyapti hali. Hali qaranglar, men sizlarga aytib o'taman. Masalan, 20-qism bor hali. 20-qismgacha borguncha 6 ta qism bor. Bilyat, Minecraft mavsumida kulyaptimi? Yo'q, no. Hozir men buzdim bu narsani. Ya havo shunchalik sovuq deysizlarmi bolalar? Onang immagir shu issiqda bolalar, suv. Qarama, issiq emas. Muzlab qoladi men boshimga. Xo'p, men bilanni buzamiz. Keyin jetlarga o'xshab turib, anaqani biladi. Jetlarini daraxtdan qilamiz. O'sha daraxt ismini bu safar bilib kelaman, iltimos, bu safargi videoda. Asab bo'lyapman shu daraxt ismini bilmaganman. Qorada uni qarag'aymi? Qanaqadir daraxtda bu. O'zbekchasini bilganlar yozib ketinglar kommentariyaga, iltimos. O'zbekskiy variant yozinglar. Bu o'zbekchasini topolmayapman, inglizcha, ruscha mayli. Ruscha o'qib ketsam bitta topib ketaman qanaqa daraxt. Просто men o'zbekcha variantini topmoqchiman. Nima bu? Qanaqa daraxt? Tutmi bu? Bilyat. Shaftoli daraxt, shaftoli. Aka, shaftoli daraxt bormi?
O'sha narsa bor. Bo'ldi. Mana sizlarga огород. Ultra Pro HD огород. Agar hozir mana bu yoq bor-ku, mana bu yoq polностью muzlab qolsa, Minecraftdan rozi emasman. Ketdik, короче, hozir borib turib, xo'sh. Nima qilmoqchiman men hozir? Topinglar. Nima qilmoqchiman men? Uyni buzamiz. Qo'l beringlar menga. O'tut. Xo'sh, uyni qanaqasi buzamiz? Qanaqasi qilamiz bundan qolsa? Hop, keyin yana borib kelayotgan mana yoqqa, nima deyapti? Daraxtlarning oldiga. Daraxt hali ko'p kerak bo'lar bizga. Xo'sh, berlarni oxirida qilamiz. Imna mana shu burchaklarga daraxt qo'yaman, daraxtni tanasidan qo'yaman, bo'ldi. Kichik baba bo'ladi bu yog'i. Manto xo'rakang deb. Xo'p, bu turadi. Yo, buni olib tashlaykanmiz. Xo'p, bu turadi. Mana buni olib tashlaymiz. O'zi kech bo'lyapti, qaranglar. 17.36 minutlik bo'ldi video. Men bo'lsa ham o'zim aktiv tushib ketmasin deb harakat qilyapman ham bolalar. Ishonmaysizlar. Ovozi mazza shunday borki, qorda ovozi. Hayotda ham shunaqa zo'rda ovozi, nima bo'ladi? Hayotda вообще chiroyli chiqadi ovozi qorda. Xo'p, qaranglar, hozir uyda kirib ko'rsataman, вообще zo'r bo'lgan bo'ladi. Вот. Mana sizlarga uy. Uy tepasini olib tashlaymiz hali. Satirli kalamni kiyib uxlab qolganman hozir. Men bu eshik bilan devor bir xil bo'lyapti-da, endi qaranglar. Eshik bilan devor bir xil bo'lyapti. Men qanaqa topaman uyim qayerda, eshik qayerdaligini. Buni topa olishim mumkin. Keyingi videoga cho'zmaymiz-a. Просто hozir men ikkita daraxt tushibdi mana inventarga. Mana boltani topdim, bo'ldi, ketdik. Hozir borib daraxt chopib kelaman. Qaranglar, shu yerda daraxt turibdi, lekin o'sha yoqqa boramiz, ketdik. Bu yoqda daraxt ko'pda chunki. Bolalar, videoni 1 minutga stop qilaman. Daraxt chopib olib kelgandan keyin videoni yoqaman bolalar. 1 minut to'xtab turinglar. Bolalar, videoni yoqdim. Xo'sh. Qayerlargadir adashib kelib qoldim. Aylanib bu yoqlarga borib qoldim. Короче, qishloqlarning oldiga borib qaytib kelyapman. Вот. Yangi bolta sotib oldim. Qishloq bratdan 4 izumrudga sotib oldim. Hozir qanaqa amaga 4 izumrud qadam-pada bo'ldi. Deydiganlar uchun qishloqda ish ko'p. Xo'sh, o'sha огороddagi narsalarni olib, jitillarga berdim. Bo'ldi, все. Menga yana berdi-da, короче. Izumrud berdi. Izumrudni borib turib, ana usta bratdan men bu boltdan sotib oldim. O'zim qirmadim, просто sotib oldim. Izumrudni nima qilaman baribir? Turadi-yu. Просто 40 ta olib keldim, qaranglar, blok. Boyaga nima deyapti? Taporimizda sinib qoldi. Boyaga taporchada chidolmay qoldim. Shuncha narsani buzib chiqdim. Keyin sirazi sal qoldi hozir. Men boshqa joyga astag'firulloh, o'sha bo'ldi-da, xos narsa boshqa joyga blok qo'yib yuborardim deb aytmoqchi edim. Bo'ldi-da, baribir. Ash qo'shib qo'yamiz bu safar. Orqa tarafga. Xo'p, bo'lmas. Xolangni ko'rgir. 40 ta blokni bu yoqqa qo'yibman. Masab bo'layotibman keyin. Bo'ldi. Uy normal chiqadi degan umiddaman. Sizlarga yoqmasa ham menga farqi yo'q. Sizlarga yoqadi ham turishga. Qaranglar, o'zi bu Minecraft qurgan narsani qaytdan o'zinikidek qilib, просто daraxtdan quryapman men. Ideyani yoqyapmiz. Xo'sh, videomizni 22 minutlik qilamiz. Bo'ldi shu bilan. Goodbye bo'ladi.
22 minutda qilaman deyapman, uyda qurishga ulgursam bo'ldi. Hech bo'lmaganda pastki qismini tepasi kerak emas hozircha. Открываем kerak hozircha. Hazillashdim. Yemadi cho'ta yemadi-da, o'zim ham bilaman. Bildim. Debdi o'sha menga yemagan. Uyda shuni nimadir qilish kerak edi, endi bundan buyog'iga. Anaqa joydan qochib ko'chsa buzilib ketadigan ana bor-ku, nima deyapti? O'tinli joy. Va Gulxan. O'zimizda o'zbekcha aytganda. Ruschasiga bilmayman otini. Appangni ko'rgir, men bu yoqda bo'z. O'ttagacha yana bitta bo'ldi, to'xta. Yana bitta chiqarimiz balkim, yo'q, hazillashdim. O'zi 22 minutda bo'ldi. Shunchalik vaqt tez o'tyapti. Voy. Shuni qo'ymay degandim, mana shuni qo'ymay degandim. Bo'ldi. Hech narsa qilmaydi endi. Bo'ldi. Sal qoldi hozir ekrandan bosib olardim. Bo'ldi, mana. Неожиданно uy. Короче, keyin bu yerda normal narsalar bo'ladi. Qalla o'sha har bitta qismda shuncha narsa topib chiqyapmiz-da, bola. Shuncha narsa topib chiqamiz har bitta qismda, keyingi qismda uni zo'rib ketsa kerak, Lekin bir tarafdan narsalarni joylashtirib olmay qolaman-da. Narsalarni joylashtirishga uncha bo'lmayman, bola. Xo'p, bo'lmasam hammaga xayr, ekranlarda har doimgidek hammaga bo'ldi, uzr. Короче, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog'-omon bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga aytaylar, uzr. Mana qanday tirsillab like-ni bosib tashinglar, tirsillab obunachni bosib tashinglar. Davay, hammaga xayr. Sizlar bilan men hammaga bo'ldim. Video uzilib qolganlar uchun, bitta xato gapirganlarim uchun oldindan uzr, hammaga xayr. Bo'pti, bolalar. Goodbye eski.